Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun sizlarga qovoqli somsa retseptini bilan bo'lishmoqchiman. Bizga kerak bo'ladi 500 gram qovoq, 2 dona piyoz, zira, murch, tabga qarab shakar, o'simlik yog'i kerak bo'ladi. Va yaxshilab aralashtiramiz. Oddiy osh xamiri olamiz. Oddiy suvda. Undan 40 gram zuvalachalar uzib olamiz va piyolani kattaligida qilib 1 millimetrda yayib olamiz. Tabga qarab qalampir solsalang ham bo'laveradi, solmasalang ham bo'laveradi. Xohishlaringga bog'liq. Va oddiy ipda qovoq shaklini chiqaramiz. Chiroyli bo'ladi, rosa chiroyli somsa chiqadi. Shunaqa chiroyli, shirin retseptlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Va shunaqa qilib tugib olamiz somsalarni va pechga 200 gradusda 35 minutda pishadi. Mazali somsalarimiz. Chiroyli qilib tugib olamiz. Ana. Uydagilaring duo qilib yeydi. Yoqimli ishtaha.